Bugun ko'plab qizlar halol parvarish niyati bilan qoshlariga tegmaslikka harakat qiladilar, lekin shu sababli ba'zilar laminatsiya, permanent kabi muolajalarga murojaat qiladilar. Ba'zan bu muolajalar halol deb ham taqdim etiladi, ammo bunday usullar qosh tuklarini tabiiy tuzilishiga zarar beradi, ularni zaiflashishi yoki kamayishiga olib keladi. Men bunday zararlangan qoshlarni o'z amaliyotimda to'g'irlab kelaman. Mening ish yo'nalishim esa tabiiy qoshlar bilan shikast bermagan holda ishlash. Shuning uchun ortiqcha da'vatlar yoki shubhalarga o'rin yo'q. Muolajalar tabiiylikka zid emas va inson tashqi ko'rinishini sun'iy o'zgartirishga qaratilmagan. Bu yerda qimmat, og'ir yoki ko'p materiallar ham talab qilinmaydi. Ko'p holatlarda hatto kraskalarsiz ham haqiqiy natijalarga erishish mumkin. Bu bilim, to'g'ri yondashuv va sabrli parvarish jarayoni hisoblanadi. Agar siz tabiiy va zararsiz natijani xohlasangiz, o'quv kursimda siz o'z qoshlaringizni o'zingiz mening uslubimda o'rganasiz va hech qaysi qosh ustasiga muhtoj bo'lmaysiz. O'z-o'zingizga sifatli xizmat va natija demakdir. Yoki ushbu kasbni mukammal egallab mijoz bilan ishlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, mening avtorlik uslubimdagi onlayn o'quv kursimda o'qib o'rganishingiz mumkin bo'ladi.